Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men To'min Villay. Bugun qanday qilib o'yinchoq bepul monetalarni topishni o'rganamiz. Birinchisi mana shu o'yinimizga kirganimizda daraxtdan olinadigan moneta. Har nechadir soatga o'zi tangalar berib turadi. Keyingisi esa mana bu yerdan biz missiyalarni bajarib bepul olishimiz mumkin. Mana allaqachon olganman. Navbatdagi 3-tangani olishimiz uchun biz do'stimizni o'yiga tashlab yurishimiz kerak va uning mana bu daraxtidan 3 marta mana bossak, 3 marta bizga tangalar beradi. Pullik olish limiti ham bor, yozib qo'yibdi yonda. Keyingisi 4-inchisi mana Royal Passga o'xshagan narsa qo'shildi. Mana bu yerda biz missiyalarni bajarib tangalar olishimiz mumkin. 5 va 6-ni ko'radigan bo'lsak, bonus pass va Royal Pass orqali bepul monetalarni olishimiz mumkin. Keyingisi Royal Passni mana bu joyda monetani almashtirishimiz mumkin. Va oxirgisi bu joyda ham moneta olishimiz mumkin.